好將個練成結成，你仲咁做得？Hammaga salom aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Boboyev Play kanali. Hammangiz xush kelibsizlar bugungi videoga. Bugungi videoda mana Jang maktabi simulator degan o'yinni o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. O'g'il bola bo'lasam, qiz bola bo'lasam, o'g'il bola bo'lamiz, tanlang. O'yinga kirib olamiz. Qani qanday bo'ladi, nima bo'ladi ko'rib chiqamiz shu yerda hammasini. Endi biz Xitoyda Jang maktabini ochdik desak ham bo'ladi. O'yinning ichida albatta. Hop. Balansimiz 0. Bizga kimdir kredit beramiki yo qarz beramiki endi shuni endi bilamiz. Ertalab turdik, mana ertalabdan. Nima deyapti endi bu? Ingliz tilida eshik oldida pul bor deyapti. Da. Xatam tashab ketishibdi bizga, uni so'chib nima ekan bu? Ya'ni pulni sразу olishdan oldin bitta xatni ko'rib olish kerak. Xatga nima degan o'zingni translate qilib o'qib olasizlar bolalar. Biz sразу o'yinni boshlayveramiz. Pulni olamiz. U pul ham $1000 ekan, 1000 ta tanga ekan. 8 ta olmasi bor ekan. O'yinimiz shunaqa, obzor qilamiz, qisqacha obzor. Somon bor ekan bu yerda. Keyin bunaqa ot arabani baloni bor ekan. Mana yerda tualet bor ekan. Tualet ichiga kirsa bo'ladimi? Yo, bo'lmasa ekan tualet ichiga kirsa. Ne chiqamiz bog'dan. Endi bizni maktabimiz qayerda ekan endi? Mana arenaga o'xshar ekan. Juda. Brat nima qilibdi mana? Bu tarafda kim bu? Kimsan? Viral School studenti deydi. Viral maktabini studenti ekan. O'quvchisi ekan. Namunali o'quvchisi ekan. Nimadirlar dedi biz bilan. Gaplashdi xullas. Okey bosdi. Hech qanaqa hamkorlik degan narsalar bo'lmadi. Biz nima deymiz, tog'a? Tog'a ham nima dedilar, tushunmadim haliga. Tez o'tkazib yubordi. U brat ketdilar. O brat nimaga? O brat, juda agressiyada ketdilar. Jahl yomon shiklar brat. Urjasim birga bir. U anida arena turibdi-da orqangizda. Ko'nmaydilar brat. Mayli. Opaxon. Men yangi maktab ochdim. Mana opaxon lekin как раз sizga o'xshagan o'quvchilar kerak edi. Mabodo o'tmasam shu maktabga, nima deysiz? Alo. Gaplashalam bu kishi. Ismlari Aya Penelor ekan. Penelop ekan, Penelop. Aya Penelop. Xo'sh, bu yoqda eshik. Bu meni maktabim emas. Bu yoqqa kirmaymiz. Mana yerda haykal bor ekan. Master haykal. Bu bizni endi o'qituvchimiz bo'lsa kerak bu haykal. Menimcha, chunki kompyuterda o'ynaganlarni ko'p ko'rgandim-da. Hop, endi nomini qo'yamiz mana shu bizning joyimiz bo'ladi. Biz nomni Ustoz Shifu qilamiz. Davay, Ustoz Shifu. Ustoz Shifu deb yozamiz. Va rang ko'k bo'ladimi? Ko'k. Sariq bo'lsa, sariq ana. Bundan emas, sariq. Endi bizda logotipimiz shunaqa bo'ladi. Qale, to'g'ri chiqdimi bola? To'g'ri bordim ha. Eshikni tambalab tashlashibdi. Biz ochamiz endi. Biz ochildik deyishib reklama berishimiz kerak edi biz. Bizga o'quvchilar kerak edi. Yoppana bobam rot, nima bu? Ichkari chang. Gazetalarni yopishtirib tashlashgan, musorlargacha to'plab ketibdi-ya. Bu yerda emasmi, ey? Bizdan oldin kimlar yashagan bu yerda, va? Yo'q, yashaydigan joy bo'lganmi o'zi bilmayman. Hamma yoq chang bo'lib yotibdi. Tozalash kerak endi.
Olamiz bu gazetani endi. O'ta bo'lamki, olinar yaxshi. Tozalaymiz. Bu kirib ketmas ekan bu. Hamma gazetalarni yig'ishtirib chiqib kerak bo'ladi. Gazetalarni birma-bir olib chiqarganmiz-da endi. Nima ekan bu? Svetmi bu? Svet yo'q ekan bu yerda. Filtrator ekan bu. O'chirib qo'yamizmi? Davlat puli ketsin, davlat puli. Yoqib qo'yamiz. Bizga mo'jna hammasi. Olamiz gazetalarni hammasini. Birma-bir yig'ishtirib, ko'zdan kechirib. Endi manadagi changlarni atdingiz. Rosa chang ko'p bo'lgan ekanda bu yerda. To'ppa qilib qo'yishibdi changga ham. Gazetalarni birma-bir olganimizdan keyin mana yerda musor turibdi mana. Musor shuni o'zi olib chiqib ketsa bo'ladi. Imini biz tozalashimiz kerak-da, biz arendaga olibdi degani bu. Hamma joy tozalab o'tirishimiz kerak deganida. Bu arendaga bergandan keyin yo'qsa sotib oldim. Agar sotib olgan bo'lsa ham, bu sotgandan keyin birorta odamga ichini tozalab sotmaydimi odamlarga? Bo'lmabdi bular vash. Rat ketdilar. Musor otdim, indamaydi. Nima menga musor otsandi. Jahl bilan ketdilar. Ligi bir ashkil bu ham. Voy ko'rishdi o'sha bilan. Stos shifu nimadir qotdi-ya. Video zapisda qotarkan ancha-muncha bolalar xafa bo'lmaysizlar endi. Bu video zapisda teksturalar chiqib ketdi qorayib. Oho, yomon qotibdi lekin telefon. Voh. To'g'rilan, ey. To'g'rilan. Yomon qotibdi-da lekin. Hop. Videoni o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Chunki bu joyi kerak emas. Bu yerda rosa ko'p ushlanganman men. Mana bu yerda yana pullar bor ekan. Shu joyini o'tkazib yuboraman bolalar. Chunki boshida tushunmaganman. Keyin shuni boshlaganman. Mana endi ochilsak bo'ladi. Maktabni ochsak bo'ladi. Hamma narsani qilich qildik tozalab. Endi bizga stol kerak. Ofis bu endi. Manager table. Manager stoli deganda endi bu. Ofis stuli degan. O ana. Yordi lekin, yordi. Chutki chiqdi mana kitoblar, shag'am. Upadini sveti bo'lmagan-da Xitoyda. Eski davr-ku endi bu. Da shunaqa. Bu yerda nima qilaganmiz? Menimcha bu yerda o'quvchilarni olib boshqa qilib arsaq-saqara. Birat nimadir bizga sota olam, ko'za sotasiz, birat nima qilasiz bu yerda? Xush kelibsan deyapti xullas. Xush ko'rdik. Hop, mana bizga kerakli kakras narsalar bor ekan. Bizga yog'och haykal, yog'och odam kerak bizga. Bundan oldin hamma narsani ko'rib chiqaylik. Boshqa narsaga pulimiz unchalik ko'p emas, yetmaydi. Boshlanishga shu yog'och odamdan boshlab turamiz. Yog'och odam meni shu yerga qo'ydikda, lekin biz joyi ekonom qilgan holda, o'zimizga yoqqan holda mana shu yerga suyab qo'yamiz. Qani suyal. Opa. Qali. Turishini qarani buni, turishini. Olib qo'yma. Qo'y buni joyiga. Qo'y. Bos endi, bos. Keyin yana olib qo'ydik-ku. Juda bagmi bu? O'zidan o'zi olib qo'yadi. Buni qo'yish kerak, joylashtirib tekislab. Juda zapis qilganimga telefon ko'tarmay tishkil menimcha. Yomon qotibdi lekin telefon. Mashinaga qo'yamiz. Ana bu qo'yildi endi. Yana olindi-ya bu. Qo'y buni joyiga. Qo'y. Ana. Bo'ldi. Yana bitta sotib olsa bo'ladimi? Qo'y yomon qotdi lekin telefon. Xarita bu. Xaritadan bo'ldi hamma joy ko'rinar ekan. Biz mana shu yerda turibmiz. Ag'lida ko'llar bor ekan. Ko'llar ag'ib o'tib bo'lmasa kerak menimcha. Shu joyi bergan-ku bizga chunki shu joyda ko'karishimiz kerak biz unib. Shunaqa. Sizdan yana narsa olgim keldi. Yog'och odam olamiz sizdan yana bitta. Keyin mana toshdan olamiz. Yumaloq tosh. Yapaloq tosh.
Xullas o'sha toshdan olamiz. Xo'sh, keyin biz birinchi o'rinda buni mana shu yerga qo'ysak bo'ladimi? Yo boshqa joyga joylashtiraylik. Buni aylantirib qo'ysak ham bo'lagan, bu yaxshi. Aylantirib demak bega emas, yo mana ega. Ana. Cho'tki bo'ldi mana. Bo'larkan u. Keyin odam shug'ullanaveradi, xotirjam. Tozalash kerak buni, kirib ketgan. Yo bu olib qo'yar ekan. Bosib tursa ustiga olib qo'yar ekan bolla. Hop, buni tekislab qo'yishimiz kerak. Mana shunday qo'ysachi. Nima demadinglar, mana shunday. Suyab qo'yamiz devoriga tekis qilib. Ana, yordik mana. Bo'lar ekan u. Keyingi navbat bilan tuzatish shart emas desam, yana olib qo'ydi-ya be. Bu menimcha hammasini olib qo'ydi. Bug bo'libdi-da bolalar, bug. Yana qaytadan joylashtirishimiz kerak. Menimcha bu videoni o'tkazib yuborishim kerak. Keyin joylashtirgan holda hammasini ko'rsataman bolalar. Mana bolalar, hamma narsani eplab oldik. Endi biz mana master oldik, ustozimiz oldiga. Ustoz bizga yangi priyom, yangi usullarni o'rgatadi, jang usullarini. Shunga boryapmiz mana. Kebam oldik uyga. Boboy, ustoz bizga yangi priyomlardan o'rgatdi. Welcome. Xush kelibsan. O'mash yomon ekan. Turist uragan bu, yomon ekan bu. Tirsa bilan ham uragan. Sakrab tepadigan lekin menga yomon yoqdi lekin. Lekin pulimiz yetmadi, biz bekorgaligini olamiz. Bepulligi bor ekan chunki bizda. Yetmas ekanda bu sakrab tepish olgani. Demak bepulligidan ovora urish kerak-da, ovora urish kerak. O, salto bilan uragan bu. Pulchi. G'irt Xitoyimsan, Xitoy usullari bo'lib ketdi-ku bu. Bu endi boksga qarab tortib ketdi. Bu ham. Bu tepish ham o'zi Xitoy. Bu ham boksga tortadi. Ana mashina o'rganamiz. Nima deyapti endi bu? Nimadir berishim kerakmi senga bu usulni o'rganishim uchun? Shota. Urishasanmi bu boboy? Urishasanmi deyapman. Qo'rqoq. Indamaydi ham. Pinagini ham o'rganadi. Usulni o'rganamiz kerak. Uyga kirmoqchi edim, kira olmadim. O'tkazmasak-a. Xo'p, xullas biz yana qilamiz. Endi uyga borishimiz kerak. Uy manzili. Qayerda endi uy manzili? Mana shu usul. Bitta uraganda. Bitta uragan, tamom. Umrga zomin ekanda raqib, bobo. Hop, belgilangan manzilga o'zi boramiz. Yo, uydan nima olishimiz kerak bu boboyga? Nima kerak bo'lishi mumkin-da, bolalar? Nima deb o'ylaysizlar? Shu joyda videoni shuni to'xtatib turib, kommentga yozib ketinglar. Nima kerak bo'lishi mumkin boboylarga, popodalarga? Yozib qo'yarsizlar bolalar. Ammo chestniy bo'lsin, ko'rib olib aytish yo'q. Hop. Mana shu uydan bu boboy gazetasi qolib ketganmikin? Nimasi qolgan bo'lishi mumkin? Hop, shu uy. Eshigi bekok tambalangan. Ichkari ko'rsatdim cho'ta birinchi etaj, ikkinchi etaj. Eshikni ochdi. Kiyamagan. Bizni it ko'rib qoldi. Bo'lmadi. Biz endi it g'ajib tashladi, nima bo'ldi o'zi? Tushunmay qoldim. Boboy. Boboy yomon-ku boboy, shu usturiy boboy. Qizni kiyimi nima qiladi? Bu oddiy kiyim emas-da bu. Qarib quyilmagan chol. Boboy, yomonsiz boboy lekin. Kiyim olib kedinglar. Kiyim ham oddiy kiyim emas, ichki kiyim. Yomon ko'rmidimi? Ko'rmay uxlab yotibdimi? Yoki it sezgir ekan. Tez ovolish kerak. Ol, tirs. Bittasini zo'rg'a oldi. Turishini qarag'ana bolalar. Odamdan katta it ava. Bu tarafdan ola olaymanmi? Yo'q. Bu tarafdan olar ekanman. Ol buni tezroq. Ol. Narigisini ham qo'shib ol. Endi bu yo'g'iga qaytib kelmaymiz. Surdik. Object complete. Yaxshi, juda yaxshi. Endi bu yoqdan aylanib borsa bo'ladimi? Yo'q. Nima deyapti bu?
Ha, missiya yaxshi bo'ldi deyapti. Hop, yangi priyomlar. Agar bu yerga biz endi qaytib kelmaymiz. Tushunyapsizmi? Umuman kelmaymiz. Bilan olamiz ekanda, unda bilan ham qo'shib olardim. Endi boboga itirib beramiz. Boboy. Nima qilasiz boboy bu kiyimlarni? Hidlayib o'tasizmi? Nima qilasiz? Yo yostiq tagiga qo'yib qo'yasizmi? Bu meni omad keltiruvchilarga kiyimim yo birorta narsamdi. O kiyib olasizmi boboy, siz anaqaroq odamlardanmisiz, a? Boboy. Siz bilmabsiz boboy. Usul uchun shu narsani menga aytdingiz abi. Olib dedingiz a? Tapchika ko'rdingiz a boboy, bilmabsiz. Kuchayib ketaman, qarab turing. Siz tapchika ko'rib o'rdingizmi meni? Xo'p, bilan olish uchun endi to'g'ri taqsimlashimiz kerak vaqtni. Bo'lishimiz kerak. Opa, yo'q bo'lmaydi. Yana bitta. Qani, ana, bo'lagani? Yana bitta. Yetmay qoldi. Yana bitta, yana yetmay qoldi. Ana bo'ldi. Ha boboy. Endi biz priyomni qo'yamiz bu yerga. Yangi usul qo'yildi mana. Ya'ni ko'rib chiqamiz yangi usul. Mana bo'lagani. Boboy endi mana yomon kuchayib bitdimi u? Bu kishini ursam bo'ladi, ama shkop mana endi bobo. Mana brat nima qilibdilar? Brat. Cho'tama, tushundingmi? Urshasan bir gapir. Men bir gapir dedim va o'zing urisha olmaysan, mayli. Menga farqi yo'q. Urushdan bo'ldi. Blok qilib turibdi bu o'zini. Bitta mushida. Paketdi bu. Orqamda gazal to'sgan ekan. Nima deb joni ikindimi, jonimiz kamaydi. Yo'q, jon emas ekan bu. Zarbamizni kuchaytirar ekan bu, bo'stir ekan. Qochib qoldi bu, chap beryapti bu qiz. Yomon ekan bu, abjir qiz ekan bu. Bo'ldi, hushingdan ketdingiz ha, bo'ldi. Raqibni yo'q qildim. Erkak, o'zing chiqmaysanmi? Qiz bilan meni urishtirding-a, maraz. Yo'q, ikkiga bir yo'q. Odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi. Sizlar ashalalar bir aylanib keling-da, ozgina yuguring-da. Brat, menga yordam bering, brat. 2-2 davay urushib yuboramizmi, brat? Brat, men ashaladan bir aylanib kelay bog'dan. Brat, bo'lmabsiz siz ham. Odam emas ekan, yordam bermaysiz-a. Gap bilan solib qo'yni. Bir ushlab qoldingiz xolos. Kellaring davay. 2ga bir ham urushib yuboraveraman men. Mana shu haykalni orqasiga o'tib olaymi? Bu meni haykal, bu meni qutqaradi bu haykallar. Usta salto otadimi? Nima desam meni? Tushundingmi? Och biqiniga tepdim bor lekin. Jon ichdi, jonni ichib oldi. U mana 2 kipti bizni stolimizga. O'quvchilar ekan bu. Men stolda o'tiribman, hech nima qila olmaysanlar. Tushundilaringmi? Aytdim, hech nima qila olmaysanlar. Davay, bularni endi kirgizamiz. Yangi student. Student list. Yangi student qani? Siz qanaqa ta'lim olmoqchisiz? Oddiy leveldami yoki o'rtacha leveldami yoki maksimal leveldan? Maksimal level ekan. Yaxshi, bizga shunaqalar kerak. Davay, meni qutqaring, opaxon endi. Yangi student yana taklif qo'yamiz. Rankini ko'rib oldik, rankalar oshmagan. Bo'lmabsiz-ku siz. Ana qiz bola eng kuchli maksimal o'rganaman desa, siz eng osonini tanlaysiz. Kiyimlarni qani formani o'zgartiramiz. Qorasi yaxshi degan qora forma. Bosib o'ramiz davay, qora forma qilib. Har xil ranglar bor ekan bu yerda. Biz qorasini tanlaylik. Ko'kmi? Ko'k ham bir boshqacha. Qora bo'ladimi? Yangi o'quvchimiz keldi yana bitta. U mana kuchli o'rganaman dedi. Maksimum darajada o'rganar ekan bizda tahsil olar ekan. Kech bo'ldi, endi uyga borib uxlab ket desam, yangi usullarni o'rgansa bo'ladi. Bu o'quvchilar. Hali 0 level, hali kuchaygani yo'q bular. Shuni yopamiz. Ustoz Shifu maktabini eshigini yopdik va uyga tomon yo'l oldik. Ana meni o'quvchim kesdi.
Bitta tanib olaman-da, o'quvchilarni ham endi. Kiyim formamiz bor-ku. Hammaniki har xil bo'laganda bu yerda. Adashib ketilmas ekan, yaxshi ekan. O'zingim. O'zingim. Tushundingmi? Kechasi nima qilib turibsan o'zingcha? Menga qaytib baqirib qaramagin, tushundingmi? O'kiramiz. Endi uxlasak ham bo'ladi. Xo'sh, ertalab turdik. Uyqu yaxshi bo'ldi. Endi turamiz. Tursa, nima bizga qarab turibdi? Qaqirsan abi. Men senga gapirdim. Kiyda konse qo'yilibdi bizda. Qochamiz biz bundan. Bitta o'zi qarab turmagan ekan. Bu talba bilan keldi-ku bu. Nima qilganing bu? Men bitta o'zingni kecha shapaloq berganimga shuncha narsa qilsammi? Meni qutqar va o'quvchim. Men o'quvchim. Ketaveragani. Bo'pti bu o'quvchi. Qanaqa o'quvchi bu? Xo'p ketdi menga qarab. Ashlaqa, men bilan o'ynashmalaring, tushundilaringmi? Shifonining maktabimizda ochib olamiz. Yangi o'quvchilarni endi saralab olamiz kelsa. Mana stolimizga o'tiramiz. Bizga yangi o'quvchilar kerak deb gazetalar tarqatamiz. Mana gazetalarni tarqatgani odam yo'llab qo'ydim. Endi o'zi tarqataveradi. Nima dedi bu? 6 ta mashq qilish uchun asbob uskunalar, anjomlar olib keling dedi. 6 ta o'rnatishimiz kerak ekan bolalar asboblardan. Xo'p, o'zi 6 ta o'rnatsa, bizda 2 ta bor, 8 ta bo'lar ekanda bolalar. Bu o'quvchilarni bir qator ko'raylik-chi, Joni kami, nima bu o'lib qolgan bular? Joni o'tagan. Kecha jang qilganiga, kecha jang qildi-ku o'shanga. Joni kam bularni o'tagan. Mana endi olmasam ishlatvoramkin yo shart emas. Shart emas, bular o'stirilib keladi-da. Bu ichkarida stolda tashqida turgan plakatimizni nomini yangilasak bo'lar ekan. Almashtirib. Ana endi biz yangi o'quvchilar kelishini kutamiz, boshqa nima qilamiz? Kelinglar, biz yangi maktab ochildi. Birada endi bizga asbob uskunalaringiz kerak, juda kerak bizga, 6 ta kerak ekan. Missiya bo'yicha bizga. Missiya olganmiz chunki 6 ta asbob uskunalar o'rnatish uchun. Bu yerda ranglarni o'zgartirsa bo'lar ekan. 2 ta asbob uskunaga oldim men hozir. Mana o'quvchilarim shug'ullanyapti. Bir kishi kelibdi mana o'quvchi bo'lgani kelibdi. Qo'y buni. Yaxshi. Endi ikkinchisini qo'yib olamiz. Ikkinchisini bu tarafga qo'ysa, cho'tki bo'ladi. Mana qo'yildi. Keling senim. Qanaqa tahsil olmoqchisiz bu yerda? Jang san'atidan. Hop. Ismingiz nima dedi? Ismlari Kozakura ekan. Kozakura emas, familiyasi Kozakura. Viktoriya ekan ismlar. Sizdek o'quvchi bizga albatta kerak. Brat. Siz Peter ekan ismlari. Siz qilib Peter Parkerni qanday emasmisiz? Yo tog'a-pog'asi emasmisiz? Yo tog'asi o'lib ketgan. Amakisi emasmisiz? Mabodo siz. Ketdilar baradan. Biz berganmiz o'quvchilarga kelsin deb reklama beramiz. Hamma narsa taxt tayyor. Endi 4 ta buyum o'rnatsak, yangi missiya ochiladi bizga. Hop, oldik buni. Endi buni o'rnatamiz. Mana bu qanaqa ishlanar ekan bunda bu? Tosh ko'tararmikin? Nima qilarki endi o'z bilamiz-da, o'quvchilar bilan shug'ullansa ko'ramiz. Oldik buni. Bolg'a bilan qari ish butar ekanda lekin. Shuni qo'yib yuborsa bo'lar ekan. Mana qo'yildi bu ham. Terlab turib tagini tozalab ketmaysanmi? Qiz bo'lib turib shu ish qilding-a bu. Bo'lmabsan san qiz. Shug'ullanaversan. Hop, yangi o'quvchi. To'xtab tur.
Sen ish qilib o'quvchilikka yaraydi, hamsa juda nito'san desa. Amal. İsmi Daniella ekan, Daniella. Farsajdagi Danielga o'xshab ketgan, ismi. Ozgina ella qo'shilgan ekan, Daniella. Ella qo'shilgan ekan oxiriga. Bu ham ishga kirishib ketdi. Yomon. 84% ekan. Yangilab yuboramizmi? Yo, buzilgan yo'q, hali ancha foiz bor. Mayli 100% qilib qo'yaraylik, ta'mirlab. Buni ham ta'mirlaymiz. Buni ham ta'mirlaymiz. Hammasini birma bir ta'mirlab chiqib. O mana. Sening bu sal nito emasmi? Ustingga og'anab bir tushib ketsa, mayib bo'lasan va. Qiynalibsanmi, lekin og'ir bo'libdimi hali? Gapirmasak ham bu jim ishlarkan. U bitta, davay, yana bitta. U ikkita bo'ldi edi. O'zi bilib ishini qilganda bila yaxshi. Xo'sh. Bu brat, jo'tam. Bitta shabala ursa qochib ketagani bilan daganzimda turib urishmaydimi? Sanchi? Bu ham qochib ketdi. Buradagi hamma qo'rqoq ekan, biri qo'rqoq. Qochishini qara, qochishini. Qanday qochding, ey? Qochib ketdi. Bu yo'lga odamlar o'tmas ekan. So'ng yo'qolib qolar ekan. Bu ham qochdi, bunisi ham qochdi. Xo'p, bu yerda katta kema bor ekan. Kemani o'rganamiz. Umrat kim ekanlar bu brat? Juda ishlar bilan to'qibdi. Bular siz Karib dengiz qaroqchilarida mabodo aktyorlik qilib o'ynamaganmiz, birdan yomon ekan, turish yomon-ku. Menda har xil ichimlik elixir o'sa bo'lar ekan menda. Har xil giyohlardan tayyorlangan elixir. Bo'ladi, shunaqa ekan bu. Xo'p, uyimizga qaytamiz. 3 ta anjomlar o'rnatsak juda yaxshi bo'lar ekan. Bizda o'zi 2 ta priyon bor. Musorlarni hammasini joylashtirganmiz bu yashikka. Endi bu baratda pulimiz 179 ekan tanga. Nima sotib olsa bo'ladi bu baratda? Yerro sotib olarmiz. Xo'p, maktab. Mana o'quvchimiz kelibdi-ku, bir aylanib kelgunimizcha. Kelasingni. Qaysi narsadan? O'rtacha-da, mayli. O'rtacha bo'lsa o'rtacha-da shug'ullanar ekanlar. O'zlarini qiynamas ekanlar. Bu boshqa gap. Hamma uyiga ketdi, lekin bir kishi qoldi. Shug'ullanib, juda qattiq shiltash. Eng kuchayib ketadigan mana shu bo'lsa kerak. Ichkarida qo'ygan. Xo'sh, sizdan endi mosak bo'ladi. Shuni olamiz. Bitta shunga edi aka. Chunki qolganlardan 2-2dan oldi-da. Buni ham 2-2dan qilsa yaxshi bo'ladi. Buni ham yonma-yon joylashtirib qo'yamiz. Yo bu yoqdan, yo bu yoqqa. Yoqqa joylashtiraylik. Mana. Opa, ana bo'ldi mana. Terlab ketibsan, terlaring chiqib ketibdi va. Tozalab turmaysan. Mana endi kim ishlagan bu? Qaysi o'quvchim ishlagan, terlab ketibdi. Tagin tozalab tur va odamga o'xshab. Ubor so'rish kerak-da bu yerga. Mana shu ishchilardan ubor so'rish kerak. Chidamlimisan? Sallay gapiribdiman. Indamas ekan bu eng qizig'i. Mana yangi o'quvchi kelganga chidamlimisan desam, mana ular plagini ham uzmibdi eng qizig'i. Da kansa ishlatdi-da lekin. Mana senga gapiribdiman va. Ana buni ismi nima ekan bu yangi o'quvchi? Benjamin ekanlar. Shoji Benjamin. Bularni ham qabul qilib olamiz mayli. O'quvchilarimiz mana 8 dona bo'libdi, o'quvchilarimiz, studentlar. Nima ekan bu? Mana bekor qilib yubordik o'zi biz. Dismiss degani bu bekor qilib yuborish degan ekan-da. Bularni endi biz tuzatuvchi qilib qo'ydik endi bizni. Ham tuzatib, ham uborsachilik qilib beradi-da endi bu. Yaxshi, yorishibdi. Tagini tozalab qo'yamiz. Xo'p, mana shuncha narsalar oldik. Eshikni yopamiz.
Valla o'zingni o'yinga baho bering-a. Shuncha narsa o'ynadik. Alkash nima qilibdi? Alkash u barmog'ingni o'zi mana shu master seni ko'rganida tiqadigan joyingga tiqib qo'yardi. Masterimga sen unaqa narsalarni tiqma, shuni deymi? Ta'sir ham qilmas ekan. Urib bo'lganda rosa urardim-da, do'pposlab urardim. Urib bo'lmas ekanda, bu tekstura ekan. Shu joyda turar ekan bu. Ismi Towlouka. Ismi ham bir g'aroyib, antiqa ism bu. Voy. Xullas bolalar, bu videoni ikkinchi qismini chiqaraymi? Hamma narsani kuchaga holda chiqaraman bolalar. Like bosib, obuna bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Keyingi safar yana ikkinchi qismni ko'rishguncha bolalar. Ikkinchi qism chiqadi deb kommentariya ko'proq yozib, ko'proq like bosib qo'ysangiz, men shundan bilib olaman bolalar. Hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha albatta.